Qadimgi tabobatda aytilishicha, tut bargi va ildizning qaynatmasini yurak kasalliklarida, qandli diabetda, ruhiy kasalliklarda, tutqanoqda siydik haydovchi vosita sifatida tavsiya etiladi. 35 gramm tut ildizini 350 gramm suvda qaynatib, asal yoki shakar bilan ichilsa, tomoq yallig'lanishi, o'tlardan zaharlanishda, savdoyilikda, plevritda, bel va jinsiy a'zolardagi og'riqlarda yordam beradi. 28 gramm tutning ingichka ildizlarini 75 gramm anjir mevasi bilan yarim litr suvda suvning yarmi qolguncha qaynatib ichilsa, qora o'tni tezda chiqaradi. Ilmiy tekshirishlarda aniqlanishicha, tut bargi va mevasining ekstrakti kuchli antioksidant ta'sir ko'rsatadi. Tut daraxtining barglari neyroprotektiv xususiyatga ega, ya'ni nerv hujayralarini tiklaydi. Uni neyrodegenerativ kasalliklar, ya'ni Alsgeymer, Parkinson kasalliklarini davolashda tavsiya etiladi. Oq tut navdalari ekstrakti nerv to'qimasining shamollash kasalliklarida yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Tut daraxti barglarining suvli ekstrakti kuchli antidepressiv xususiyatga ega, ya'ni tushkunlikka qarshi ta'sir ko'rsatadi. Tut ildizi po'stlog'ining gipotenziv, tutqanoqqa qarshi, siydik haydovchi xususiyatlari ochilgan. O'simlikning spirtli ekstrakti anksiolitik, ya'ni tinchlantiruvchi, aqliy qobiliyatni oshiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Tut daraxti ildizining po'stlog'i ekstrakti Alsgeymer kasalligining oldini olishda yordam beradi. Tut bargi ekstraktlarini iste'mol qilish jigar hujayralarining glikokinoz faolligini oshiradi. Oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Qandli diabetda ko'zning zararlanishini oldini oladi. Qora tut bargi antioksidant ta'sirga ega va qandli diabet asoratlarining oldini oladi. Tut bargidan tayyorlangan choy ichilganda kraxmalning hazmi va so'rilishini kamaytiradi. Tut ildizi po'stlog'i gipoglikemik xususiyatga ega. U qandli diabetda tomirlar zararlanishining oldini oladi. Oq tut daraxtining ildizining po'stlog'i diabetik kardiomiopatiyani davolaydi. Oq tut daraxtining ildizi po'stlog'i ekstrakti qandli diabetdagi depressiyalarni davolaydi. 35 gramm tut ildizining qaynatmasi ichilsa, ichakdagi solityorni chiqaradi. Tut ildizining qaynatmasi bilan og'iz chayilsa, tomoq og'rig'i, bo'g'ilish, tepkida yordam beradi. Tut ildizining po'stlog'i antibakterial ta'sirga ega. Tut shoxlari zamburug'ga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Qora tut ekstraktlarining silga qarshi, tut ildizining virusga qarshi ta'siri aniqlangan. Oq tut ildizining po'stlog'i yallig'lanishga, o'smalarga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Vyetnamda tut barglaridan revmatizm, ekzemalar, teri silini davolovchi kuchli biogen stimulyator famidol tayyorlashadi. Xitoy xalq tabobatida qora tut po'stlog'i va ildizning qaynatmasi va tindirmasi gipertoniyalar, bronxitlar, bronxial astma, qandli diabetni davolashda siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Oq tut ildizining ekstraktlari kuchli jarohat bitkazuvchi xususiyatga ega. Tut bargi, chipqon va husnbuzarlarga qo'yilsa, ularni tezda pishitadi. Tut daraxti gullari o'simlik yog'i bilan aralashtirilib, qorong'i joyda tindirilsa, teridagi mayda husnbuzarlar, dog'lar va sepkilni davolash uchun ajoyib krem hosil bo'ladi. Tanadagi eski yara va shikastlangan joylarni davolashda tut bargi va shoxchasini maydalab, o'simlik yog'i bilan aralashtirilib surilsa, yaralar tez bitadi, terida o'rni qolmaydi. Quritilgan tut bargining kukuni qadoq va yaralarni davolaydi.